Bismillahirrohmanirrohim. Ey musulmon birodarim, ey muslima opa-singillarim, keling. Bu ulug' xazina Ramazon oyi bilan baxtli bo'lishga intilaylik. Ramazon bitmas tuganmas xazinadir. Qanday qilib bu xazinadan foydalanish mumkin? Qanday qilib u bilan boyish mumkin? Qanday qilib u orqali yuksalish mumkin? Sizlarga 4 ta muhim narsani tavsiya qilaman. Birinchisi, Ramazonning fazilatlari va uning ahamiyatini bilish lozim. Bu oyning qanday ulug' barakatlarga ega ekanligini, uning qadrini anglashimiz kerak. Ikkinchisi, Ramazon oyidagi maqsad va niyatlaringizni aniqlashingiz lozim. Bu oyda shar'iy maqsadlar ham, shaxsiy maqsadlar ham bo'lishi mumkin, lekin ularni oldindan aniqlab olish juda ham muhim. Uchinchisi, Ramazondan to'liq foydalanishingizga to'sqinlik qiladigan narsalarni bilib olishingiz kerak. Bu oydagi barakalardan mosuvo bo'lishga sabab bo'ladigan omillarni aniqlab, ularni bartaraf etish darkor. To'rtinchisi, Ramazondan foydalanishda sizga yordam beradigan vositalarni belgilashingiz kerak. Muvaffaqiyatli inson yuksalish vositalarini izlaydi. Zaif inson esa o'zini oqlash uchun bahonalar qidiradi. Shuning uchun bu oyni samarali o'tkazish yo'llarini izlashimiz shart. Beshinchisi, Ramazon oyida kun va tunni to'g'ri rejalashtirish, maqsadli va samarali dastur tuzish kerak. Ey aziz birodarlarim va opa-singillarim, har doim Ramazonning fazilatlarini yodga olib yuring. Har bir kuningizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlarini eslab yuring. Sizlarga muborak Ramazon oyi keldi. Ramazonda osmon eshiklari ochiladi, do'zax eshiklari yopiladi, jannat eshiklari ochiladi va nido qiluvchi nido qiladi. Ey yaxshilik istagan, oldinga yur. Ey yomonlik istagan, to'xta. Ramazonda quyidagi maqsadlarga erishish mumkin. Gunohlarni tark etish va chin ko'ngildan tavba qilish. Gunohga qayta yo'l qo'ymaslik. Taqvolikni hosil qilish. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytganidek, shoyatki taqvoga erishsangiz, Allohning muhabbatini qozonish. Alloh taolo roza tutuvchilarni yaxshi ko'radi. Kun va tunni samarali o'tkazish. Bu tizimni Ramazondan keyin ham saqlash. Diniy va dunyoviy ehtiyojlarni qondirish, qarzlarni ado qilish va ishlarda osonlikka erishish. Mushkulotlardan va tashvishlardan qutulish. Ramazon bu muammolarni yengish imkoniyati. Nafsimizni tarbiya qilish. Bu oy nafsni nazorat qilish maktabidir. Ramazon ibodat oyi bo'lishi bilan birga da'vat oyi hamdir. Musulmon kishi bu oyda Allohga da'vat qilish, islom diniga xizmat va dinning ustuvor bo'lishi uchun harakat qilishi kerak. Ramazon g'alabalar oyi. Islom ummati uchun Ramazon oyida ko'plab ulug' zafarlar nasib bo'lgan. Badr jangi hijriy 2-yil Ramazon oyida sodir bo'lgan. Makka fathi Makka mushriklaridan Ramazon oyida ozod qilingan. Rodos orolining fathi. Ushbu orol Ramazon oyida musulmonlar qo'liga o'tgan. Ayni Jolut jangi. Mo'g'ullarning musulmonlarga qarshi bosqini Ramazon oyida to'xtatilgan. Shayx Islom ibn Taymiyya rahimahulloh ishtirok etgan Shuqhub jangi ham Ramazon oyida bo'lgan. Misr va musulmonlar Sinay yarim orolini Ramazonda yahudiylardan ozod qildi. Ramazon hayotimizning o'zgarish oyidir. Qanday qilib men o'z hayotimni Ramazonda o'zgartirishim mumkin? Qanday qilib oilamni Ramazonda o'zgartirishim mumkin? Bu uchun tirishib harakat qiling va Allohdan bu ulug' oyni to'g'ri o'tkazish uchun yordam so'rang. Buning barchasi Alloh taoloning yordami bilan amalga oshadi. Alhamdulillahi robbil alamin.